Nimaga ballab tinchmi charchamay? Bugun bizda Grut yilka kuni. Hop, biz har doimgidek bugun o'zim qanaqa shirilasiz. Bugun Grutga yilkani qo'shishlaymiz. Birinchi Krasoyorda Grut chuz olamiz, yaxshilab ketdim boshlanadi asta-asta. 3 podxod 12 ta 15 tadan. Davay qani ketdik. Zalda odam kam. Yaxshi muzika pasaytirib qo'ydim. Boshga chiqmaydi o'g'ri. Bemalol asta-asta, shoshmasdan deb ishlaymiz. Davay. Bizdes, kayf. Hop, bizda yilka. Nasro yaxshi. Hop, bugun ro'zam birinchi kuni. Bugun ro'za tutganim yo'q. Oshqozonga yanvarda o'zi pechin olganman. O'sha uchun tutganim hozir ro'zani. Atak mashg'ulot shug'ullanish ketyapti, bo'lib qo'yaydi. Hop. Martda Sportpet shunaqa sport dabobkalarni boshlayman. Hozirda atak vitamin chepman. Vitamin D3, omega 3, sink, biotin, vitamin B kompleks, vitamin C ki kollagen chepman. Sportpetlar hali boshlaganim yo'q. Sportpetni martdan boshlayman, xudo xolasa. Hozircha shularni o'zi bilan ketyapti. Biz ximiya hali boshlaganim yo'q. Olish niyatim ham yo'q ximiyani. Chunki dakanza olishdan maqsad yo'q. Musobaqaga chiqish niyatim ham yo'q. O'sha uchun. Davay. Oh, suka. Bля. Bizdes. Zalda odam kam bo'lgani yaxshi-da. Bemalol shavqon uncha emas. Muzika ham pastroq. O'shaning uchun kayfiyat yaxshi. Hammamiz davom etamiz. Biz qo'shamiz. Davay. Eski. Biznes. Bizdagilar qiynamaymi sizni? Zallebanlar ko'pini tushunmayman nima bor. Quruqqa vaqt o'tib shon keladi sizga. Tentaqo'ga o'xshab keladi-da, oyoqqa ham ishlab ketaradi, qo'lga ham, Grutga ham to'g'ri kelgan narsani ishlaydi. Yana ketdan sizga
Marta cho'p tushiradi, eski telefonga o'tiradi. Men tushunmayman-da bular. Ana pul berib ekan deb bizga hamma narsa qilib chiqadi-da. Tapir ishlash kerak, kerak joyga chiqish kerak. Keyin bor oldi yozku. Yozda hamma balachalar keladi-da. Futbolkamda qilib cheg'ayib oladi-da. Yaqilib yoz tikib oladi-da ichidan. Kunniga qo'l ishlaydi. Muskul vastarinda bo'ladimi, tiklanadimi, tiklamayapti. Ne qo'ya qizig'i yo'q ularga. Qo'limda ish tursa, futbolga to'lib tursa bo'ldi. Ko'chaga chiqib keyin paxotga qilib yuradi keyin. Suka. Voy bila. Hop. Ey. Oh bila, biznes. Bizda endi grut, o'zim eng yoqtirayotgan mashig'im gantel. O'zim eng yoqayotgani shu. Malol. Shoshmasdan oxirigacha tushirib ikkita. Давай. Hey. Ös. Oh bala. O'zi yetib keladi. Hop. Yelkan orqasiga abichka qoldi. Keyin gantella maxshlayman yonga. Shu bilan tugaydi. Ko'ramiz, bo'lsa yana bitta grut qo'shib yuboramanmi? Asosan bugun yelkada. Yelka grut просто так ishlagan vaqt qo'shilayotgan kuni bugun yelkaga grut qo'shilayotgan kun, o'shaning uchun iloji boricha kamroq grut qo'shyapman. Chunki asosan aksent yelkaga bugun. Nagorskka yelkaga berish uchun. Mana shunaqa gaplar. Zalda o'zi asosan odam ko'payish boshlayapti. Men bo'lsa tugatyapman, o'zi ketaman shu bilan. Davay.
Zo'r. Iloji boricha keyinroq narsa kiyishga harakat qilaman, chunki bemalol havo o'tib turadi, tiyilgan yopish qolmaydi. Ikkala atrofdagilarga qarashamiz o'zi. Aytsa, aralab qolsammi deydi sizga. Lekin sizga bunaqa narsa bo'lmagan lekin. O'zi futbol kattaligi uchun kichkina ko'rinadi-ku. Katta narsa kiyib olib, og'ir ishlaysan, hammasi xaridda ketadi. Ichingda keyin aytsa, sizga bu kurtka, bu ximiya oladi bu. Bu ximik bu, natural emas bu. Natural bunaqa vis ko'tarolmaydi. Bola battar, erta balasi bo'lmaydi. Sizga yoshlar tavbepli o'nga paslar hammasi shu yig'ilganda. Ko'chada ham daq qo'yadilar. Oh, bala. Who's this? Bu socha o'zimlik zallik emas. Keyin rioya qilish kerak-ku. Sochoq olinglar o'zlaring bilan bo'lsa. Sababi var trenjyorda har xil odam yotadi, suyanadi, tiyiladi. Har xil ter kasal bo'lishi mumkin o'shaning uchun. Mana amal keldi mana dabba. Uxlab qolgan, bashara shu yotibdi. 3,5 kilodan uxlab qolibman. Voh, ipel, ashdaqa. Arazlikkan to'lka bashara jo'ram shu bo'laman. Voy, videoga chiqib yulduz qilarsan. Ana aytib qo'ydi, to'lig'i Telegram kanalimda deb. Ishla endi, turma. Tugadi. Xo'p, bugungi yelka bilan guruh mashqimiz tugadi. Hammaga rahmat. Tomosha qilganlaring uchun like, podpiska esdan chiqmasin, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlaganlaring uchun hammalarga yo'ldan rahmat. Kuzataveringlar, bundan yaxshi kontent yana ham ko'p chiqadi. Charchamaylar.